Assalomu alaykum obunachilar. Bugun sizlar bilan men va ukam Minecraft o'ynaymiz. Xo'p do'stlar, bugun sizlar bilan qishloqlar to'pak o'ynaymiz. Xo'p, qishloqlar chiqadi va piramidalar chiqadi. Unda videoni mana birinchi qishloqqa esa bu yerga kirib 455 deb yozasiz va qishloq chiqib keladi va mana obunachilar salomlashib qo'ysiz, Steven. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan men Steven. Xo'p do'stlar, endi bu qishloqqa ko'rib chiqamiz. Qarang, bu qishloq quvvasida ham dardlar bo'ladi. Lekin u yerda to'rtta yana bitta qishloq bo'ladi. U qishloq esa juda ham zo'r bo'ladi. U yangi bo'ladi, lekin ko'rincha yo'q. Ham kichkina qishloq. Shu videoga ko'proq obunachi bo'lish kerak do'stlar. Obuna bo'linglar. Endi ikkinchi yo'limiz esa bu yerni to'playmiz. Ikkinchi yo'l esa 3 ta 9 bo'ladi va unda ham qishloq chiqib keladi. Mana qishloq. Necha bo'ladi unga ham? Bu yerda har doimgidek mana turgan bo'ladi. Ishonsangiz o'zingiz ham kirib ko'rishingiz mumkin. Endi ikkinchi yerga o'tamiz. Xo'p, qani ketdik. Xo'p, ikkinchi yo'l esa endi ikkinchisini ot esa mana hozir ukam ham kirib olsin. Uka, kira qol. Hozir ukam kiradi va uchishni boshlaymiz. Mana qo'yib. Sizlar shu yerda paydo bo'lasizlar va to'g'ri qarab ketaversangiz qishloq chiqadi. Bu bitta qishloq chiqadi degani emas. Bittalikka 3 ta qishloq chiqadi. Mana birinchi qishloq va mana kuznichadan to'g'ri qarab boyaramiz. Dragonni parker ham chiqadi. Xo'p, mana bu yerda yana ketaverasizlar. Mana yana bitta qishloq chiqadi. Va shu mana bu yerdan to'g'ri qarab ketaverasizlar. Mana bu yerdan, ya'ni qo'llardan to'g'ri qarab ketaveramiz. Va yana bitta qishloq chiqadi. Bu kichkina emas, bu juda ham katta qishloq chiqadi. Ham bu yerda juda ham ko'p mehmonlar bo'ladi. Bu yerda mana shu yerda zombilarning to'yi bo'lishi kerak edi. Mana bu yerda zombilarning to'yi va hali bu hammasi emas va sizga qaraymiz kerak. Endi bu yerdan kela qol uka. Bu yerdan mana bu toq bor-ku, mana shu yerdan borasiz va mana shu joydan yoki yana sheddan havlashda boshlaysiz. Mana va endi dragon portalda oldida. Lekin bu yerda o'z yo'q. Kechki videolarda esa ko'rishguncha xayr deb qo'yaveramiz. Ko'p obuna bo'ling, like bosing. Mazza qiling.